Toshkent shahri ko'p qavatli imoratlardan iborat emas. Menga obuna bo'ling, men sizga eng yaxshi tarixiy obidalar lokatsiyasini ko'rsataman. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi Suzuk ota maqbarasi qadimiy va juda qiziqarli tarixga ega ziyoratgoh. Asli ismi Mustafaqul bo'lgan Suzuk ota 1140-yilda Turkistonning Qorachuk qishlog'ida tug'ilgan. U ulug' sufiy shayx Ahmad Yassaviyning nevara qizi Javhar Qushtojning kenja o'g'li edi. Bolaligida bobosi uni erkalab Suzugim, mening suyukligim deb atagani uchun xalq orasida Suzuk ota nomi bilan mashhur bo'lib ketgan. U voyaga yetgach, Toshkentning o'sha paytdagi tepaliklar bilan qoplangan hududiga kelib, bu yerni obod qilgan va yuzlab shogirdlarga ilm, hunar va halol mehnatni o'rgatgan. 1217-yilda vafot etgach, uning atrofidagi mahalla ham Suzuk ota nomi bilan atala boshlagan. Bugungi kungacha hunarmandchilik an'analari saqlanib qolgan joy hisoblanadi. Toshkent shahridagi eng aziz ziyoratgohlardan biri Abu Bakr Kaffol Shoshiy maqbarasiga kiramiz. Yuringlar. Ikkinchi jahon urushi davrida Yapon asirlari Toshkentga kelib, bu yerda shunday bir go'zal madaniy obyektni qurganidan xabaringiz bormi? Buni esa sayohatimiz davomida bir ko'rishda qanday obyektligini bilib olasiz. Toshkent markazida joylashgan mazkur bino 1947-yilda rasman ochilgan va buning nomi Alisher Navoiy nomidagi katta opera va balet teatridir. Madaniy sayohatlarimiz davomida biz Toshkent shahrida joylashgan Toshkent foto ijodkorlar uyida davom ettiramiz. Biz bilan birga yuring. Tarixning eng ajoyib fotosuratlarini albatta siz Toshkent foto ijodkorlar uyida ko'rishingiz aniq.